Assalomu alaykum. Hozir sizlarga akkumulyatorni gibrid invertorga qanday qilib xavfsiz ulash bo'yicha tajribamdan o'tkazganimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Invertor o'chik holatda turibdi. Akkumulyatordan chiqish va invertorga kirish klemalari o'rtasidagi kuchlanishni o'lchab ko'rdim. 39 voltdan yuqori ko'rsatyapti. Menda maxsus qarshilik bo'lmaganligi sababli oddiy piltadan foydalanib bundagi zaryadlarni so'ndirib oldim. Buning uchun vilkani oraliqqa tekkazib biroz muddat ushlab turdim. Quyosh panel o'rnatganlar ulaganda biroz erigan ekan, avvaldan buni tozalab oldik. So'ng vilkani olgach, klemani joyiga qo'yib, mahkamlab qotirib qo'ydik. Xudo xohlasa yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.